Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi do'stlar, hamyurtlar, hamkasblar. Hamma yaxshimi? Mana Xudo xolasa biz bu yilgi bahorgi biogo'mishlarimizni sotib, keyingi etapda cho'lchang boqish jarayonlarini olib boryapmiz. Xudo xolasa mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita reaktorda cho'lchangimiz bor. Bu ham tayyor bo'lib qoldi. Endi klient bilan kelishsak, buni ham sotamiz, chiqarib, yo bo'lmasa kelasi yil bahorga qoladi. Buni bunday joylariga go'nglar taxlab qo'ydik. Xudo xolasa yaqin kunlarda cho'lchang olib ko'chiramiz bu joylarimizga ham. Mana bu yerda ham ozgina miqdorda cho'lchanglarimiz bor. Bugun ko'kadigan zaxira yer maydonimiz bo'shab qoldi. Endi Xudo xolasa bu yerga yana dalibga go'nglar tushiramiz. Mana bu tarafdagi reaktorimizga ham solishimiz kerak Xudo xolasa. Ko'ramiz. Kelishsak chiqaramiz. Ikkita reaktorda kelish olmasak, Xudo xohlasa kelasi yil bahorga yaxlat qilib bitta avion yuk chiqaramiz. Ko'rishlaringiz mumkin joylar o'ta yaxshi holatda taxlangan. Shu ikkalasini kelishsak chiqaramiz, bo'lmasa kelasi yil bahorga Xudo xolasa. Biz cho'lchang plantatsiyamiz. O'ziga mos, o'ziga xos kichkinagina. Ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu biogo'mishdan bo'shalgan yer maydonga ham Xudo xolasa kuzga ishlarimiz o'xshab qolsa, shu yerda ham ikkita reaktor qilib 5 ta reaktorga qo'shish niyatlarimiz bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu ko'rib turgan joyingizdan shu pastki tarafidan bitta hovuz qilish niyatimiz bor. Bir 30-40 tonna suv ketadigan. Juda suvdan qiynalyapmiz. Ruchnoy sug'orilyapti. Ob'yom kengaygandan keyin ruchnoy sug'orish juda odamni charchatadi ekan. Xudo xolasa buyuk planlar bor. Hovuzlarni qilib olsak, bizlar ham ishimiz sal yuradi Xudo xolasa keyin. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi holatda joylar taxlayapmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.